bosh to'lovsiz, puli yengil bo'lsin deysiz. Hamma shunaqa narsa so'raydi. Puli yengil, bosh to'lov, oylik to'lov arzon bo'lsin. Mana bu ham avtomashinadagi 1 tonna ko'taradi. 15 million 500 ming so'm narxi 1 tonnalik. 1 yilga 1 million 750 ming so'mdan to'lab borasiz. Men bular ham 12 million 500 ming narxi, 1 million 500 mingdan oylik to'lovlari. Mana shu narsalarning hammasi skuterlar, tepadagi skuterlar hammasi aksiyada. O'g'inlar kiyganiga har biriga plyusos, bu kattaga plyusos ham qo'shib beradi. Bu mana qishloq xo'jaligi uchun moslashgan traktorchalarimiz bor. Hovlilarimiz kichkina bo'lsa, shu kichkina hovlilarni ham ag'darishga zo'r. Barakali makonda aksiya bo'lyapti, bilasiz. Bu tomoni bozor taksilari turadi, stomatologiya. Bozor tomondan, mana Kuruk tomondan kelish. Dombitadan. Mana shu joy. Sizga yana obzor qilib o'taman hozir. Mana bosh to'lovsiz yana iPhone'larimiz ham bor. 17, 16, 15 xohlagan turdagi notebooklar bor mana. Xohlagan turdagi notebooklar. Mana pechlar, kir mashinalar, begovoy daroshka, kir mashina, konditsionerlar. Har bir olgan narsangizga bitta shu do'konda bor narsadan bir dona qo'shib beriladi. Detskiy spalnichalar, kravatlar deydi. Mana oshxona mebellari bor. Odamni jonidan boshqa hamma narsa bor. Mana mebellar. Buydoqlarga, endi uylanaman deyotganlarga faqat qiz tomonga og'irlik qilmay, o'zlaring olsalang bo'lar. Mana pullaring yetmasa, bosh to'lovsiz qilib beramiz spalnilarni. Maza qilib qani? Hop. Matraslari ham original matraslar. Xolodilniklargacha bor. Bosh to'lovsiz har bitta olgan narsangizga bir dona o'sha mana shu yerdan qo'shimcha podarka sifatida beriladi sizga.